ligini va o'sha sahu unutishliklari evaziga kelib chiqqan xatolariga tavba qilib, tavbalari Alloh taoloning dargohiga qabul bo'lmasligiga sababchi bo'lgan bugungi kun. Va inshaalloh Odam alayhissalom va Havvodan to qiyomatgacha avlodi zurriyoti tarqalmoqligini Xudo taolo shunga sabab qilgan. İnşallah bugün kunda eng muhimi onamizni, otamizni tirik bo'lsa yoki dunyodan o'tgan bo'lsa qabriston va qabr hayotidagi tilovatlar, ularning nomidan xayr ihson sadaqalar va ahli oilamizda ham nafaqa ro'zg'orini qolgan o'tgan kunlarga nisbatan go'zal holatda qilib bera olsak halolidan Allah subhanahu va taolo shu holatda bo'lgan bandani to kelasi yil shu kungacha ro'zg'origa Xudo taolo baraka ato etmoqligini ulamolar aytdi. Nikoh qizlarimiz voyaga yetgan bo'lsa, o'g'illarimiz voyaga yetgan bo'lsa, to'yxonani belgilash moshina bilan ovora bo'lishlikdan ham oldin qizlarimiz sovchilar keldi, nonlar sindirildi, ikkalasi quda andarchiligini ahd paymonini tuzdi. Inshaalloh endi kunlar, haftalar, oylarda o'tkazib yubormasdan albatta tibbiy ko'rigidan ham, hukumatni zakishdan ham va albatta Alloh taolaning shariatiga muvofiq shar'iy nikohidan ham o'qitib halol Varsaga ketishga berdi. Varsaga deb xizmat qilgan olyapman. Aha. Magara kuch cara katar oldu. Hani bu laganda kuch cara katar sanki yaptı. Taril aka, Zokir aka. Taril aka. Zokir taril aka. Yapro tol. Kimsa Zokir Taril aka deydi. Aytdim amro Zokir Taril aka. Bir to'yiga nomingiz ham chiqdi Zokir aka. Ko'rmagan nimasiz. Uyga borganda Ha. Ne oluyor? Hoş kelganmi? Ustalarimiz chalab yotdi odamni. Zokir aka. Birov mayda o'tirma, ayoli pastga chiqib qo'yatmas, choy uzatsa, choy uzatib turinglar. Aytmasni siraldi, o'qib qo'ydi. Nima edi chalas, nima beraysiz? Menga ayt. Tuxum. Qo'yib ketdi. Mana bu da bitta tuxum. Ketdimi? Ha, hadi. Ha, ber. Mana chalas. Yeysan, chalas.
Qudalarga o'xshaganmi, yerga o'xshaganmi? Kecha qudalar O'zlaring o'yla, o'zlaring. O'zlaring o'yla, o'zlaring. Nima degan nomi? Jibiza. Qara, qayma, mana bo'ldi. Mana o'tirib shu uchun Yoniqmi haybulutsi? Buni suyani turibdi. To'xtan, o'zing muzikani baqirtirib qo'y. Bo'l, tamam. Alo.